qilib qizingiz o'g'il tug'sin-da bu safar. O'g'il tug'sin deb turibman men. Oma qiz tug'sa bilib qo'ying, o'zim bilaman. Pul bo'lsin, nevarali bo'lmoqdinglar. Nima bo'ldi? Salom, xudo xohlasa. Nimaga qiz bo'lardi? Xudoning berganida endi. Qiz bola ham Allohning bergani topa, unchalik ko'rmaysizda, tug'ishim osonmi? Bu yoqqa bordik, davoladik, bu yoqqa bordik, davoladik. Ajrashasiz. Yashamaysiz. Yo'q, unaqa demang, qizlaringiz qarang chiroyliligini. Bosh xotinda deydigan bo'lsa, men seni bermayman bilib. Yo'q, men seni bermayman. Betagingizni necha berasiz deb olaman. Men nevaram bo'lmadi, deb yonib o'tiribman hozir. Qancha ko'rsatmayman sizga. Itdan bo'lgan bola qurvonlikqa yaramaydi. Voy, Ona demaylar. Bitta bolaga chip aliment to'lasi, shunaqa to'laydi. shunaqa to'laydi. Qonunsiz tomonda, dinsiz tomonda. Ona o'g'li gerillagan bilan immunitet past ekanda, immunitet past erkakdan qiz tug'iladi. Bo'shashma, nima bo'shatasan? Nima bo'shatasan? Asabimga tegdi. Bu men ketdim, men bor aralashmayman. O'zimni hayotim. Menga qizig'i yo'q. Ayting, kelgan afsuslanasiz. Bundaqa gollar ashincha, ayting.